أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Aziz hurmatli o'quvchilar, 23-darsimizga keldik. 23-darsimizda inshaalloh idg'om qoidasini o'rganamiz. Idg'om, qadrli birodarlar, idxol ya'ni kirgizish degani. Ikkita ketma-ket kelgan so'zlarning birinchisi sukunli nun yoki tanvinning nuni bilan tugasa va ikkinchisi yarmuluna harflaridan biri bilan boshlansa, mazkur nunlarni o'sha harf ichiga kirgizib o'qish idg'om deyiladi. Ya'ni ikkita ketma-ket kelgan so'zlarni birinchisi sukunlik nun yoki tanvinning nuni bilan tugagan bo'lsa, ikkinchisi mana bu yarmuluna harflaridan biri bilan boshlansa, mazkur nunlarni o'sha harf ichiga kirgizib o'qishga nima deyiladi ekan? Idg'om deyiladi ekan. Endi idg'om ikkiga bo'linadi, qadrli birodarlar. Mana idg'om ikki xil bo'ladi deyapti. Birinchisi g'unnali idg'om, ikkinchisi g'unnasiz idg'om bo'lib ikkiga ayriladi ekan. Endi bir g'unnali idg'om harflari 4 ta deyapti. Ular yamnu so'zidagi harflardir. Ya'ni g'unnali idg'om harflari nechta ekan? 4 ta ekan. Ya, nun, mim, vav harflari ekan. G'unnali idg'omni ta'rifini o'rganamiz. Qarang. Sukunlik nun, diqqat qilaylik, yoki tanvinning nuni yamnu so'zidagi harflarning biriga yo'liqqanda o'sha harf ichiga kirgizib dimoq bilan o'qiladi. Ya'ni sukunlik nun, sokin bo'lgan nun yoki tanvinning nuni, ya'ni an, in, un deganimizdagi tanvinning nuni mana bu ya, nun, mim, vav so'zidagi mana shu harflarga yo'liqqanda nima qilamiz ekan? O'sha harf ichiga kirgizib dimoq bilan o'qiymiz ekan. Ya'ni mana shu harflarni ichiga kirgizib dimoq bilan o'qiymiz ekan. Mana shunga nima deyiladi ekan? G'unnali idg'om deyiladi ekan. Endi g'unnasiz idg'om. G'unnasiz idg'om harflari ikkita: lam, ro. Sukunlik nun yoki tanvinning nuni ushbu harflarning biriga yo'liqqanda o'sha harf ichiga kirgizib g'unnasiz o'qiladi. Ya'ni g'unnali idg'om ta'rifiga o'xshab ketadi. Sukunlik nun, yana sukunlik nun yoki tanvinning nuni g'unnasiz idg'om harflari, ya'ni lam, ro harfiga yo'liqqan vaqtda nima qilamiz ekan? O'sha harfni ichiga kirgizib g'unnasiz o'qiymiz ekan. Idg'om ikkiga bo'linar ekan: g'unnali idg'om va g'unnasiz idg'om bo'lib. G'unnali idg'omni sukunlik nun yoki tanvin g'unnali idg'om harflariga yo'liqqanda ularni ichiga kirgizib dimoq bilan o'qiymiz ekan. G'unnasiz idg'omni sukunlik nun yoki tanvin lam, ro, ya'ni g'unnasiz idg'om harflariga yo'liqqanda o'sha harflarni ichiga kirgizib g'unnasiz qilib o'qiymiz ekan. Endi aziz hurmatli o'quvchilar, misollarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchi misolimiz min masad. Mana sukunlik nun g'unnali idg'om harflaridan mimga yo'liqdi. Nima qilamiz? Nunni mimga kirgizib dimoq bilan o'qiymiz. Mana bu yerda skobkaga olib ko'rsatib qo'ygan mana. Mana min masad asli biz nima qilamiz? Mim masad. Mim masad. Ko'ryapsizmi? Dimoq bilan o'qiyapman. Mim masad. Bu g'unnali idg'omga misol. Keyingi misolimiz lan nu'mina. Lan nu'mina. Bu yerda mana sukunlik nun yamnu harflaridan nunga yo'liqyapti. Ya'ni g'unnali idg'om harflaridan nunga yo'liqyapti. Nima qilamiz? Nunni, sukunli nunni yamnu harfini ichiga kirgizib dimoq bilan o'qiymiz. Lan nu'mina. Lan nu'mina. Keyingi misolimiz min valiyina. Sukunlik nun yamnu harflaridan, ya'ni g'unnali idg'om harflaridan vavga yo'liqdi. Nima qilamiz? Nunni g'unnali idg'om harfini ichiga kirgizib dimoq bilan, g'unna bilan o'qiymiz. Min valiyin. Min valiyin. Va man ya'mal. Mana sukunlik nun yamnu harflaridan, ya'ni g'unnali idg'om harflaridan yaga yo'liqdi. Nima qilamiz? Sukunlik nunni g'unnali idg'om harfidan yaga kirgizib dimoq bilan, ya'ni g'unnali qilib o'qiymiz. Va man ya'mal. Va man ya'mal.
Endi qadrli birodarlar, g'unnasiz idg'omga misol. Va man lam. Sukunlik nun g'unnasiz idom harflaridan lamga yo'liqdi. Nima qilamiz? Nunni bu g'unnasiz idom harfini ichiga kirgizib, g'unnasiz o'qiymiz. Va man lam. Va man lam emas, ya'ni. Va man lam. Va man lam. Keyingi misolimiz min robbihima. Yana g'unnasiz idg'omga misol. Mana sukunlik nun g'unnasiz idom harfidan roga yo'liqdi. Nima qilamiz? Nunni roni ichiga kirgizib, ya'ni g'unnasiz idom harfini ichiga kirgizib, g'unnasiz qilib o'qiymiz. Mir robbihim. Mir robbihim. Endi misollarimiz g'unnali idg'omga misol, tanvinli misol bu. Ya'ni hudan min aslida mana. Tanvin g'unnali idg'om harflaridan mimga yo'liqdi. Nima qilamiz? Bu yerdagi tanvinni, ya'ni tanvinli nunni mimni ichiga, ya'ni g'unnali idg'om harflarini ichiga kirgizib, nima g'unna bilan o'qiymiz. Hudan min. Hudan min. Keyingisi mana shay'an nukra. Mana tanvinli nun g'unnali idg'om harflaridan nunga yo'liqdi. Nima qilamiz? Tanvinli nunni g'unnali idg'om harflaridan nunga kirgizib, g'unnali qilib o'qiymiz. Shay'an nukra. Shay'an nukra. Keyingi misolimiz ham ilahun vahid. Tanvinli nun g'unnali idg'om harflaridan vavga yo'liqdi. Bu yerda ham nima qilamiz? Tanvinli nunni g'unnali idg'om harflaridan vavga kirgizib, g'unna bilan o'qiymiz. Ilahun vahid. Ilahun vahid. Keyingi misolimiz khayron yarahu. Mana tanvinli nun idg'om g'unnali idg'om harflaridan yaga yo'liqdi. Nima qilamiz? Tanvinli nunni g'unnali idg'om harflaridan yaga kirgizib, g'unna bilan o'qiymiz. Khayron yarah. Khayron yarah. Endigi misollarimiz tanvinli g'unnasiz idg'omga misol. Hudan lil muttaqina. Tanvinli nun g'unnasiz idg'om harfidan lamga yo'liqdi. Nima qilamiz? Tanvinli nunni g'unnasiz idg'om harfiga, ya'ni lam harfiga kirgizib, g'unnasiz qilib o'qiymiz. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Oxirgi misolimiz g'afurun rahima. Tanvinli nun g'unnasiz idg'om harflaridan roga yo'liqdi. Nima qilamiz? Tanvinli nunni g'unnasiz idg'om harfidan roga kirgizib, g'unnasiz qilib o'qiymiz. G'afurur rahim. G'afurur rahim. Qadrli o'quvchilar, mana 23-darsimizni ham yakunladik. Inshaalloh keyingi darsimizda iqlob qoidasini o'rganamiz.